mollarni hazm qilish organizmi yaxshi ishlayotganini qaydan bilsak bo'ladi deganlarga shu kavush qaytarishi minutiga 40 ta 45 ta atrofida bo'lsa bu normal, ya'ni yeyotgan narsasini yaxshi hazm qilyapti degani. Mollaringiz xuddi shunday kunda yotishligi uchun biz hozir nimalar qilyaptik? Assalomu alaykum. Obunachilar, yaxshimisizlar? Biz hozir uyda boqamiz. Jazur sharoitimiz ham yo'q. Hashaklarni o'chashib hozircha tashqariga bosib qo'yganmiz, lekin sizlarga maslahat, bunaqa bosmaganlar yoki bossangiz ham sal e'tibor bilan bosasizlar. Chunki biz bosganmiz, ba'zi joylardan yomg'ir o'tganda bunaqa qorayib ketgan. Mana qorayib ketganlar bor. O'sha ko'klab kelyapti. Bundan buyog'iga kunlar ham isib qoladi. O'shanga salofan yoki iloj bo'lsa shu otxonalarda va yaxshiroq joyda boqqaning ham ma'qul. Xo'p. Shu kunlarda mollarga nima berib boqyaptik? 2026-yil 23-fevral sanasida ertalab 7larda paya beramiz. Ya'ni bo'g'lik paya. Bizda hozircha qirqadigan apparat yo'qligi uchun bo'g'lik payani ham lekin yaxshi et. Bo'g'lik payani bergandan keyin hop silos beramiz. Ikkinchisiga, uchinchisiga xashak beramiz. Quruq beda bor, beda pirs. Beda pirsdan beramizda. Hop iloji bo'lsa kuniga hop 2 marta silos berishga harakat qilamiz. Oqirlarni ham maslahatim shu temir oqir qo'ygan ma'qul o'xshaydi. Chunki bu taxt oqirib buzib tashlar ekan baribir mollar. Yoki yaxshiroq sharoit qilib qo'yish kerak, shakl mahkamroq qilib. Hop kuniga bir 5 mahal narsa beramiz oddiy holatda. Ya'ni oddiy boqilayotgan sharoitda. Kepak beramiz, nimaga qo'shib, silosga qo'shib. O'shalar bilan hozircha mollarni shunaqa holatda saqlab turibmiz. Shu sariq mol biz qisir deb olganmiz. Jonlar. Shuni bilganlar bir taxmin qilib ko'rgilarchi, shu qochib qolganmi? Biz olgan paytimizda orqalari ham bunaqa emasdi. Hozir sal yelin solib, yelinlari ham solib qolgan. Bo'g'ozga o'xshab turibdi. Sizlar ham taxmin qilib ko'rgilarchi, bo'g'oz bu bo'ylari bir 20 dan oshiq, bir 30 atrofida ham chiqsa kerak, undan balandroq ham. O'shanga videoni ko'rganlar bir taxmin qilib ketdilarchi, bo'g'oz misol yuzaki ko'rib ham baho beradiganlar bor-ku. Bizga foydali bo'ladi. Videolarimizda yangimiz, o'shanga kamchiliklar uchun uzr. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Taxminlarni qoldirib ketasizlar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.